Britaniya menejment universitetida 100% grantlar borligini bilarmidlaring? Nafaqat 100% grantlar, balki 50 va 20% grantlargacha bor. Agar sizda IELTS darajasi 6 va undan baland bo'lsa, sizga ko'p hollarda avtomatik 20% grant taqdim etiladi. IELTS darajasi 7 va undan baland bo'lsa, ichki matematika imtihonidan 25 ta savoldan 20 tadan va undan ko'prog'iga javob bersangiz, uning o'rniga SAT matematika partidan 650 dan baland ball olgan bo'lsangiz, sizda 50% scholarship yutib olish imkoniyati bor. 100% scholarship ikkita turga bo'linadi. Bittasi social, ikkinchisi state. Social grant kimlarga beriladi? Kam ta'minlangan oilalar, to'liq bo'lmagan oilalar, bitta yoki ikkita boquvchisini yo'qotgan oilalar, nogiron ota-ona yoki nogiron farzand oilalariga beriladi. IELTS daraja 6,5 va undan baland bo'lishi kerak. Matematika ichki imtihonidan 25 ta savoldan 20 taga va undan ko'piga javob berish kerak. Yokida SAT dan matematika parti 650 dan baland bo'lishi kerak. Va intervyu bilan top 20 ta o'quvchini social grant bilan ta'minlaydi universitet. State grant davlat tomonidan beriladigan grant. Davlat testlari orqali o'quvchilar saralab olinadi. Vazirlik ro'yxati asosida davlat granti uchun BMI tomonidan imtihon va intervyular bo'lmaydi. O'zi Britaniya menejment universitetiga kirish balli 5,5 yokida undan yuqori bo'lishi kerak. Agarda sizda IELTS bo'lmasa, unda BMI ning o'zining ichki imtihonlarini, matematika va ingliz tilidan ichki imtihonlarini topshirib kirsangiz bo'ladi. Aytib o'tgan hamma grantlarim 4 yilga beriladi. Kommentariyda plus belgisini qoldirsalaring, sizlarga BMI grantlari haqida to'liq infoni tashlab beraman. Britaniya menejment universitetida nafaqat grantlar, balki stipendiyalar ham bor. 500 million va 1 millionlik stipendiyalar. Bular haqida keyingi videolarda gaplashamiz. Kstati, universitetimizda o'zining territoriyasida yotoqxonasi ham bor. Xonasalaring bu haqida ham alohida video qilib chiqaman.